4-chi bob. Men tiriklar bilan o'lganlarni so'roq qildigan hamda o'z podshohligini qurish uchun qaytib keldigan Ayso Masihning shundoqla Xudoning oldida sana shundoq buyruq qilamanki, fursat bo'lsin, bo'lmasin, har vaqt Xudoning so'zini yetkizgin. Sen zo'r sabr toqat va yaxshi ta'lim berish bilan kishilarning xatoliklarini tuzatkiz hamda ularni ogohlantirgin va rag'batlantirgin. Chunki shundoq bir zaman keladiki, u chaqda insonlar Xudo to'g'risidagi to'g'ri ta'limlarni anglashni xohlamaydi. Balki ular quloqlariga xush yoqadigan so'zlarni anglash uchun o'z havaslariga uyg'un keladigan ta'lim berguvchilarni izlaydi. Haq so'zlarni rad qilib, bema'ni afsonalarga quloq soladi. Lekin sen har qanday ahvolda o'zingni sagak tut. Azob oqibat tatishqa tayyor tur. Har vaqt xushxabar yetkazish xizmatida bo'lib, Xudo sana topshirgan vazifani ado qil. Endi o'zimga kasam, hayotim Xudoga qurbonlik o'rnida taqdim qilinish oldida turadi. Mening bu dunyodan ayrıldıqımga az qaldı. Men Xudo yo'lida oxirgacha kurash qildim. Ya'ni yugurish musobaqasining bütün manzilini besib bo'ldim. E'tiqodimda ching turib keldim. Hozir haqqoniylik toji meni kutib turdi. Uni oldin so'roq qildigan Rabbimiz qaytib kelganda menga kiydirdi. Shundaqla uni yolg'iz mangli emas, uning qaytib kelishini intizorlik bilan kutib turganlarning hammasiga kiydirdi. Yenimga tezden yetib kelishga tirish. Chunki qarindishimiz Kiriski Galatiya o'lkasiga, Titus Dalmatiya o'lkasiga ketdi. Demas bo'lsa, bu dunyoning ishlariga berilib ketganligi uchun meni tashlab Saloniki shahriga ketdi. Yanımda yolg'iz Luqa qoldi. Markusni o'zing bilan birga elib kel. U xizmatlarimda menga yordamchi bo'ladi. Tikikusni Efes shahriga avitvetdim. Kelishingda Troas shahrida bo'lgan vaqtimda Karpusning endi qoldirib qo'ygan to'nim bilan kitoblarni, bo'libmi oram teri yozmalarni birga og'ash kelgin. Miskar İskender menga ko'p ziyonkashlik qildi. Rabbimiz cho'qim uningga qilmishlariga loyiq jazo yondirdi. Senmi uningdan hoşyar bo'l. Chunki u biz yetkizgan xushxabarga kuchining boricha qarshi chiqdi. Birinchi qitim sotanğınımda menga yordam qildiganlar chiqmadi. Aksicha hammasi meni tashlab ketdi. Xudo ularni kechirim qilg'ay. Lekin Xudo men bilan birga bo'lib, menga xushxabarni to'liq jakarlashga madad berdi. Natijada u yerdagi hamma Yahudi emaslar bu xushxabarni angladi. Bunun bilan Xudo meni bu qitimki sotdan, ya'ni yo'lvasning og'zidan qutqizib chiqdi. Rabbimiz meni har xil yomonliklardan qutqizib, arishdiki o'z podshohligiga bexatar yetkizgay. Barliq shon sharaf Xudoga abadil abad mansub bo'lg'ay. Amin. Menden Priskila bilan eri Akvilaga ve Onesifor'un ayıskilerge salam et. Erast, Korin şerdi kaldı. Trofim, kesel bulup kağallıktın, onu Milet şerdi kaldırıp koydum. Kışkırıp kelgüçe, bu yer kilişki tırışkın. Evul, Pud, Lin, Klavdiya ve barlık kerindaşlardın sana salam. Rabbimiz sizler bilen birga bo'lg'ay.
Xudoning mehr shafqati sizlarga yor bo'lsin.